Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. Shavkat Mirziyoyev baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda 2027-yilda mamlakatda baliq yetishtirish hajmini 500 ming tonnadan oshirish choralarini ko'rish vazifasi qo'yildi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda 2025-yilda 206 ming tonna baliq yetishtirilgan. Mutaxassislar mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish orqali ushbu ko'rsatkichni bir necha barobar oshirish mumkinligini ta'kidlamoqda. Hozirda intensiv usulda baliq yetishtirish umumiy ishlab chiqarishning 20% kam qismini tashkil etadi. Taqdimotda 329 ta tabiiy suv havzasi va suv ombori hamda ular atrofidagi 163 ming gektar yer maydonlarini ijaraga berishning yangi shaffof tizimini joriy etish taklif qilindi. Shuningdek, intensiv baliqchilik va naslchilik xo'jaliklarini zarur miqdorda suv bilan kafolatli ta'minlash zarurligi qayd etildi. Sohaga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish ham rejalashtirilmoqda. Xususan, yopiq suv aylanma tizimlarini o'rnatish xarajatlarning bir qismini qoplash, naslli ona baliqlar importini va quyosh panellarini o'rnatish uchun subsidiya ajratish, shuningdek, imtiyozli kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarning bir qismini kompensatsiya qilish mexanizmlari joriy etilishi ko'zda tutilgan. Prezident takliflarini ma'qullab, baliqchilik tarmog'ini zamonaviy texnologiyalar, ilmiy yondashuv va samarali boshqaruv asosida rivojlantirish, tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratish hamda aholini sifatli va arzon baliq mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda ish tashlashni tashkil etish va o'tkazish tartibi qonunchilikda belgilab qo'yildi. Bu haqda Adliya vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Qonunga ko'ra, agar yarashtirish tartib-taomillari orqali jamoaviy mehnat nizosini hal etishning imkoni bo'lmasa, mehnat jamoasi ish tashlash to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Bunda ish tashlashda qatnashish ixtiyoriy bo'lib, hech kimni unda ishtirok etishga yoki qatnashmaslikka majburlash mumkin emas. Ish tashlashni e'lon qilish haqidagi qaror tashkilot xodimlarining umumiy yig'ilishida qatnashayotgan xodimlarning yarmidan ko'p tomonidan ma'qullanishi kerak. Qaror ish tashlash boshlanishidan kamida 1 oy oldin qabul qilinadi. Shuningdek, Kasaba uyushmasi qo'mitasi ish tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinganidan keyin 1 ish kunidan kechiktirmay ish beruvchini yozma ravishda xabardor qilishi lozim. Ish beruvchi esa bu haqda 1 ish kuni ichida jamoaviy mehnat nizolarini tartibga solish bo'yicha davlat organlarini ogohlantiradi. Bundan tashqari, agar ish tashlash odamlar hayoti va sog'lig'iga, jamoat xavfsizligi yoki ekologik barqarorlikka real xavf tug'dirsa, sud qarori bilan uning boshlanishi yoki davom ettirilishi 30 kungacha kechiktirilishi yoki to'xtatib turilishi mumkin. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Shu bilan birga, ayrim toifadagi xodimlarning ish tashlashda qatnashishi taqiqlanadi. Xususan, tibbiyot xodimlari, davlat fuqarolik xizmatining ayrim lavozimlaridagi shaxslar, harbiy xizmatchilar, sudyalar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, shuningdek, energiya va suv ta'minoti hamda aloqa tizimlari xodimlari ish tashlashda ishtirok eta olmaydi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan har yilning iyun-avgust oylarida ochiq turizm mavsumi dasturi e'lon qilinadi. Bu haqda Prezidentning 10-iyundagi 219-sonli qarorida belgilandi. Unga ko'ra, dastur doirasida xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga yangi reyslarni tashkil etgan xorijiy va mahalliy aviatashuvchilarga xarajatlarning bir qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi va har bir jalb qilingan xorijiy turist uchun $100 miqdorida subsidiya to'lanadi. O'zbekiston rezidenti bo'lgan operatorlar tomonidan salohiyatli xorijiy davlatlardan jalb qilingan har 1000 nafar xorijiy turist uchun ularga $5000 miqdorida subsidiya ajratiladi. Tur operatorlik va mehmonxona xizmatlari bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'ining 50% cashback tarzida qaytariladi. Shuningdek, har biri ijtimoiy tarmoqlarda 5 million nafardan ortiq kuzatuvchiga ega 50 nafar xorijiy blogerga O'zbekistonga kelish uchun 7 kunlik bepul turistik dasturlar taqdim etiladi. Dunyodagi yirik onlayn sayyohlik platformalarida O'zbekistonga sayohat targ'iboti bilan bog'liq xarajatlar qoplab beriladi. O'zbekistonda tur operatorlar tomonidan turistik oqim past bo'lgan xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga olib kelingan har bir turist uchun 2024-yil yanvardan teng ulushlarda $20 dan $100 gacha rag'batlantiruvchi subsidiya ajratilishi yo'lga qo'yilgandi.
Endi O'zbekistonda narkolaboratoriya tashkil qilganlar 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu haqda 11-iyun kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analogillarini va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunda so'z boradi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglarini ishlab chiqarish, tayyorlash yoki qayta ishlash uchun g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Shuningdek, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni iste'mol qilish yoxud tarqatish uchun bangixona tashkil qilish yoki saqlash 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shu bilan birga giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki ularning analoglari yoxud kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasiga homiylik qilish 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni o'g'rilik yoki firibgarlik yo'li bilan qonunga xilof ravishda egallash esa 3 yilgacha axloq tuzatish, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash, 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. O'zbekistonda palliativ va hospis yordamiga muhtoj bemorlar uchun nogironlikni belgilash tartibi soddalashtiriladi. Bu prezidentga taqdim etilgan onkologik va gematologik tibbiy yordam hamda palliativ xizmatlarni rivojlantirishga oid takliflarda nazarda tutilgan. Unga ko'ra, palliativ va hospis yordamiga muhtojligi elektron axborot tizimida qayd etilgan bemorlarga tibbiy-ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tomonidan qo'shimcha tibbiy tekshiruv va ko'riklarsiz nogironlik belgilanadi. Shuningdek, 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab mamlakatda palliativ va hospis yordamining yagona tizimi joriy etiladi. Palliativ yordamga muhtoj shaxslarni aniqlash, hisobga olish, yo'llash va ularga xizmat ko'rsatish jarayonlari elektron axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Takliflarga ko'ra, uy sharoitida parvarishga muhtoj bemorlarga mobil palliativ brigadalar tomonidan tibbiy va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Shuningdek, bunday bemorlarni funksional kravatlar va maxsus matraslar bilan voucher tizimi asosida ta'minlash rejalashtirilgan. Bundan tashqari barcha hududlarda hospis muassasalari bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Samarqand viloyatida og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bolalar uchun hospis shaklidagi palliativ yordam markazi ochiladi. Toshkent shahrida esa dastlab mobil palliativ brigadalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Prezident taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, palliativ va hospis xizmatlarini kengaytirish hamda ularning aholi uchun qulayligini oshirish bo'yicha topshiriqlar berdi. O'zbekistonda qo'pol yo'l qoidabuzarliklari uchun transportni vaqtincha olib qo'yish yoki musodara qilish choralarini joriy etish taklif qilindi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Sherzod Ibragimov ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida idoralararo ishchi guruh tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik choralarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi va davlat rahbariga taqdim etildi. Hozirgi vaqtda fuqarolar tomonidan transport vositalarini boshqarishning voyaga yetmagan bolalarga topshirilishi o'lim va tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sonining ortishiga sabab bo'lmoqda. Yo'llarda, ayniqsa aholi punktlarida yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi noqonuniy poygalar tashkil etilmoqda. Shu munosabat bilan yuqoridagilarni inobatga olgan holda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishning 5 turi uchun ma'muriy jazo chorasi sifatida avtotransport vositasini vaqtincha olib qo'yish jazosini qo'llash taklif etilmoqda. Transport vositasini boshqarishni voyaga yetmagan shaxsga topshirganlik, noqonuniy poygalarni tashkil etish va unda bevosita ishtirok etganlik uchun alohida ma'muriy javobgarlik belgilash rejalashtirilmoqda. Transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan yoki bu huquqdan mahrum etilgan shaxs tomonidan sodir etilgan yo'l bezorligi uchun transport vositasini musodara qilish yoki vaqtincha olib qo'yish shaklidagi qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilishi mumkin. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzganlik uchun jarimalarni chegirma bilan to'lash imkoniyatini 1 yilga cheklash ham ko'zda tutilgan. Rossiyaning Rostov-Don shahri Oktyabrskiy tumani sudi shu yerlik erkakni ma'muriy javobgarlikka tortdi. U VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Tolibon haqidagi post ostida haqoratli izoh qoldirgan. Sud buni nafrat uyg'otish deb baholadi. Bu haqda Meduza nashri xabar berdi. Осторожно Новости Telegram kanalining yozishicha, bu shaxs 19 yoshli Yegor ismli shaxs hisoblanadi. Meduza nashri qo'lga kiritgan sud qarorida uning Aerotex kompaniyasida ishlashi aytilgan. VKontakte
tarmog'idagi postda Tolibon Rossiyani granatalar, mayiz, Coca-Cola, gilamlar va paxta bilan to'ldiradi deb yozgan edi. Yegor esa uning ostiga g'orliklarning Rossiyada nima ishi bor mazmunida haqoratli izoh yozgan. Sud ushbu izohni Rossiya va Afg'oniston xalqlari o'rtasida nafrat yoki adovat uyg'otadi deb topdi. Shuningdek, Yegor migrantlar haqida yozgan yana ikkita izohi uchun ham ayblandi. Sud qarorida aytilishicha, sudlanuvchi o'z aybiga iqror bo'lgan va pushaymonligini bildirgan. Unga 10 ming rubl miqdorida jarima solindi. 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatga kelgan Tolibon harakati Rossiyada taqiqlangan va terroristik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan edi. Biroq 2024-yil dekabr oyida Davlat dumasi uni ushbu ro'yxatdan chiqarish to'g'risida qonun qabul qildi. 2025-yil aprel oyida esa Rossiya Oliy sudi Tolibonni terroristik tashkilotlar ro'yxatidan butunlay chiqardi. 12-iyundan boshlab Rossellxoznadzor Armanistondan Rossiyaga barcha karantin ostidagi mahsulotlarning olib kirilishiga emas, balki ularning Rossiya hududi orqali Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining boshqa mamlakatlariga tranzit qilinishini ham taqiqladi. Ushbu taqiq yuklarning xavfsizligi va ularni kuzatib borish ustidan nazorat algoritmi kelishib olingunga qadar amalda bo'ladi. Idoraning ma'lum qilishicha, bunday mutloq taqiq qo'yilishiga tizimli ravishda karantindagi zararkunandalar aniqlangani sabab bo'lgan. May oyidan beri xizmat Armaniston agroeksportining ayrim toifalarini ketma-ket yopib keldi va Yerevanni qoidabuzarliklar haqida muntazam ravishda ogohlantirdi. Biroq Rossellxoznadzorning yozishicha, vaziyat o'zgarishsiz qolgan. Qayd etilishicha, iyun oyining o'zida mutaxassislar kapra qo'ng'izi bilan zararlanishning 3 ta holatini qayd etgan. Zararkunanda Armanistondan keltirilgan yong'oq, quritilgan shaftoli va quritilgan pomidorlar tarkibida aniqlangan. Rossellxoznadzor buni Armaniston fitosanitariya nazorati o'z funksiyalarini uddalay olmayotgani va sertifikatlash tizimiga bo'lgan ishonch yo'qolganidan dalolat beradi deb baholagan. Idoraga ko'ra, bularning barchasi butun Yevropa ittifoqining fitosanitariya osoyishtaligiga tahdid soladi. AQSh prezidenti Donald Trump 11-iyun kuni kechqurun Eron hududiga rejalashtirilgan harbiy zarbalar amalga oshirilmasligini ma'lum qildi. Bu haqda u Truth Social ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron bilan olib borilgan muzokaralar Islom Respublikasi rahbariyatining eng yuqori darajasiga yetkazilgan va ular tomonidan ma'qullangan. Shu sababli u rejalashtirilgan bombardimonlarni bekor qilgan. Trump muzokaralarda ishtirok etgan barcha tomonlar, jumladan Isroil, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Turkiya, Pokiston, Bahrayn, Kuvayt, Iordaniya va Misr ham kelishuvni qo'llab-quvvatlaganini bildirgan. Uning aytishicha, dengiz blokadasi kelishuv to'liq imzolanmaguncha saqlanib qoladi. Kelishuv qachon va qayerda imzolanishi keyinroq e'lon qilinadi. Axios nashriga ko'ra, muzokaralarda asosiy kelishmovchiliklar Qatar vositachiligida hal qilingan. Avvalroq AQSh Eronning janubidagi harbiy obyektlarga zarba bergani, bu esa ikki tomon o'rtasidagi keskinlikni kuchaytirgani xabar qilingan edi. Keyinchalik Eron Hormuz bo'g'ozini yopgani va AQSh hamda Eron o'rtasida ayblovlar davom etayotgani aytilgan. Hozirgi qaror esa vaziyatni vaqtincha yumshatishga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda. Butun dunyo bo'ylab qochqinlar soni so'nggi 10 yil ichida birinchi marta kamaydi. Bunday ma'lumotlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi qayd etdi. Hisobotda ham qochqinlar, ham mamlakat ichida ko'chirilgan shaxslar hisobga olingan. Agar birinchi toifa o'z vatanidagi urushlar yoki ta'qiblardan xorijga qochib ketgan odamlar bo'lsa, ichki ko'chirilgan shaxslar qoida tariqasida o'z fuqaroligi bo'lgan mamlakat hududini tark etmaydi. O'tgan yili ushbu maqomga ega bo'lgan taxminan 117,8 million kishi ro'yxatga olingan. Bu bir yil oldingi ko'rsatkichdan 5 million kam. 2024-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar va ko'chirilgan shaxslar sonini taxminan 123,2 million nafar darajasida qayd etgan. Qochqinlar soni ham, ichki ko'chirilgan shaxslar soni ham kamaygan. Butun dunyo bo'ylab qochqinlar soni sezilarsiz darajada 3% ga kamayib 35,6 million kishini tashkil etgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har 10 ta qochqindan 7 tasi atiga 6 ta davlat: Afg'oniston, Janubiy Sudan, Suriya, Ukraina va Venesuela hissasiga to'g'ri keladi. 2025-yil oxiriga kelib 68,7 million kishi o'z mamlakatlari ichida ko'chirilgan shaxslar maqomida qolgan. Ularning deyarli yarmi Sudan, Kolumbiya, Suriya, Yaman va Afg'onistonda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti majburiy ko'chirilgan shaxslar sonining kamayishini qochqinlarning o'z vataniga qaytayotgani bilan izohlagan. 2025-yilda 14,7
7 million kishi o'z hududiga yoki kelib chiqqan mamlakatiga qaytgan. Ularning aksariyati Kongo Demokratik Respublikasi, Sudan, Suriya, Afg'oniston, Ukraina va Myanma fuqarolaridir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar sonini hisoblashni boshlaganidan beri bu qaytganlar soni bo'yicha ikkinchi eng yuqori ko'rsatkich. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.